tomdan qarşıya ketish yo'l. Odamlar farazini qarang. Kim orqada bitta kelyapti. Bunga nima desa bo'ladi? Mutasaddilarda iltimos mana shularga sal chora ko'rish kerak. Endi fara bo'yicha led fara. Mana bizda sariq fara, tagida tumankasi yo'q. Spokojno ko'rib ketyapman. To'g'ri, hech kam yo'q mana. Kelayotgan odam qarang. Fara dalliqsa, dalliqlar. Nima qilish kerak bularga endi? Men ochiq aytaman, Xudodan top deyman, ketaman. Qiziqmas nima qilganda. Bunaqa yurish, misol uchun, hay men o'taman, siz o'tarsiz. Misol yoshimiz hali bemalol ko'zimiz ko'radi. Misol uchun 70 ta 600 metr. Yosh katta odamlar nima qiladi? Oq fara, tanliqsang o'ynatadi. Oq fara qo'yib kelyapti. Nima? Siz radar ta'sir hududidasiz. Mana odamni qarang, mana kelyapti. Ko'zga tushayotgan yo'q, mana jentrabi ham qop-qora. Xohlagan farazini qo'ysa bo'ladi. Dash tumankasi ham yonayotgan o'sha odam. Ularga respekt, rahmat, umrdan baraka topsin deyman men. Mana bunaqa kiyganlarga nima deyishni o'zlaringiz bilasizlar. Hech kim yaxshi gapirib, ular gapirib o'tib ketmaydi. Hamma ham so'kadi. Hammaniki ham tirikchilik. Misol uchun o'zingiz o'ylab ko'ring. Sizni farangiz yoqib keldingiz, birovni oldiga, o'sha faradan yosh kattaroqdan rezervlik bor, bo'yingiz o'ta oladimi? O'sha o'ylang ko'ring. Prosta odamlarga men hayron qoldim. Nima shu ko'chada men ham yuraman. Kamida 5 yildan beri, lekin bunaqa holatlar ko'p bo'ladi, to'g'ri, lekin baribir inson o'ziga yarasha madaniyatni his qilish kerak. Misol biza men o'zim 34 ta davlatga borgan inson sifatida qarashlarim bu noto'g'ri. Chunki bir narsa borda, bir-birini o'ylagan xalq o'zadi-da. Bir-birini quvlagan xalq o'zmaydi. Bir-birini o'ylagan xalq avaylash kerak. Bir-birimizni avaylaylik. Hammamiz g'animatmiz. Shuning o'ylagan yaxshi baribir. Mana misol uchun mana 76, 77 ketyapmiz, Xudoga shukr. Hammasi yaxshi, hech qanday bir muammo yo'q. Yo'lda endi sanaqa joylar bor, to'g'ri bo'ladi inshaalloh bu ham. Biz yo'lda emas, ko'ngilni to'g'rilashimiz kerak-da birinchi. Gap yo'lda emas. Kelayotgan ramsiga qarang. O'ynab kelyapti, turdilar. Mana bir ko'rsatgani bor hammasiga, baribir kim qanday qaraydi, lekin fikr yaxshi fikr emas. Xohlasa dalilga kelib, xohlasa bilaydi keladi shunaqa. So'z ichidagi farqi yo'q deydi. Soxta radar 200 metr. Hech narsani ko'rmaysan. Oldin misol ko'rmayman. Hozir misol mol chiqadimi, odam chiqadimi, men ko'rmayman. Misolda men misol 27 ga kirdimda, hali ko'zim yaxshi degan nimada ko'rmayman. Mana kelyapti mana. Mana ko'rsiz dalli qiladi. Mana kelyapti. Oppoq fara qo'ygan. Patparniga ham yo'q dalli. Dalli qilyapti ham. O'zi birinchida hech narsani ko'rmayapmiz-ku, misol yo'lda ko'rmayapmiz. Misol kimdir chiqadi, misol kimdir ko'rib qolishi mumkin, misol yo'lga shoshib, yo mol o'ynab chiqishi mumkin, qo'y. Uni ko'rish kerak-ku biz ham, misol bu tarafdan kelayotgan ham. Masalan, bunday qilib kelaversalarsiz. Insofni Allohim hammani o'ziga bersin, lekin bunaqa qilmanglar, yaxshi emas. Kimki mana shu narsalarga qarshi bo'lsa, bu yaxshi taraflama. Kimgadir ozor berib o'tib ketish ham yaxshi emas. Qarg'ish olgan yaxshi emas. Qanchalik zo'r bo'lsangiz ham, qanchalik bir nima bo'lsangiz ham, qarg'ish olgan yaxshi emas. Seni o'zlaringiz bilasizlar. Mayli.